o'qib bo'lganmiz tez ishlab ketaverdik. Hop, bu masalani turi o'zi konstruktiv plasmas taglari qanaqa ija qilsa bo'ladi? Qanaqadir o'zi assume qilaylik, ko'paytirish bu operatsiya bizga umuman kerak emasdi. Biz 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 va shu tub sonlarimiz orqali e, deyarli hamma differencelarni hosil qila olamiz. Qanaqadir x va y son berilgan bo'lsa, agar x kichkina y bo'lsa, y minus x katta bo'lsa, difference birdan. Bu degani biz shuni istalgan kombinatsiyalarni hosil qila olamiz. Buni qanday isbotlash mumkin? Do'stlar, agar isbot kerak desanglar, hozir napsak yozib, isbotini ko'rsatib beraman. Napsak yozib, hamma kombinatsiyalarni ko'rsataman. Qaysi bir qulay sizlarga? Shunchaki shunaqa deb skip qilib ketishmi yoki isbot kerakmi? Shart emas. Isbotlaylik. Bittadan tushuntira olasizmi? Kechroq kirgan deydi. Hos. Hop, birinchi isbot. Kella shu ikkita operatsiya bor bizda. Shu ikkita operatsiyani qarab chiqaylik. Bo'pti. Birinchi qanaqadir x sonimizga ixtiyoriy p tub sonni qo'shish operatsiyasini ko'rsak. Hop, tub sonlarimiz qaysi? 2, 3, 5, 7, 11 va qanchadir xullas. Juda ko'p. Bular orqali biz istalgan qanaqadir bizga x va y berilgan bo'lsa, x va y sonlari berilgan bo'lsa bizga, agar x soni y sonidan kichkina bo'lsa, y minus x bu difference bo'ladi, ya'ni farqi, qancha qo'shishimiz kerakligi. Shu qo'shishimiz kerakligi birdan katta bo'lsa, yes bo'ladi. Chunki biz istalgan birdan boshqa, birdan katta istalgan sonlarni hosil qila olamizda, mana shu tub sonlarning yig'indisi ko'rinishida. Keyin men so'radim, что hozir buni proofini napsak yozib ko'rsataymi yoki shunchaki black box qilamiz desak, hamma skip dedi. Demak shu bo'ldi. Просто skip. Bu masalan testlar xatomi shunda? Testlar xato berilgan. Bak. Nimaga o'tmayapti bilmayman, xullas skip. Ideyasi shunaqa. Endi bu masala bu sizdan ko'ra qiyinroq. Unga oxirida to'xtalamiz. Aniq to'rtta. Bu masalada biz shunchaki chegara kichkinaligi uchun brute force qila olamiz. Har bir sonni tub bo'luvchilari qanchaligini shunchaki ertasidan g'alva bilan qilib ketsa bo'ladi. Keyin agar sonimizni bo'luvchilar soni 4 ga teng bo'lib qolsa, o'sha sonni просто counterga qo'shib ketamiz. Keyin oxirida shu aytilgan narsani chiqarib qo'yamiz.
Endi bizdan so'ralgan narsa mana shu narsani chiqarish. Ya'ni umumiy o'zi ehtimol qanchadir bizda hos Э, ehtimollar nazariyasida o'zi aytilgan qanaqadir bizda umumiy, ya'ni kombinatsiyalar soni biz tanlashimiz mumkin bo'lgan soni qanaqadir x bo'lsa, o'zi umumiy kombinatsiyalar soni va qanaqadir e, biz tanlayotgan bizga kerak bo'lgan kombinatsiyalar soni y bo'lsa, bu joyda y kichik yoki teng x lik kafolatlanadi. Shunda просто shu y taqsim x bo'ladi ehtimoli. Endi masalada so'ralgan, shuni y taqsim x ni mana shu modga bo'lgandagi qoldig'ini topish kerak. Ehtimolni. Bu degani o'zi buni e, foiz mod so'ralgan. Keyin modular inverse degan narsa borda o'zi. Ya'ni phi borda. Shu narsani o'rganib qo'yishinglarni maslahat beraman. Euler's torsion function. Mana shu narsani o'rgansanglar, mana shu narsa orqali biz buni o'zgartira olsak bo'ladi. Bu e, bizdan so'ralgan narsani buni o'zi teng bo'ladi y ko'paygan e, qanaqadir bizni x sonimizni mod minus ikkinchi darajasi foiz mod bo'ladi. Bizni javobimiz y kare x mod minus 2 foiz mod. Endi bizda modimiz juda katta bo'lgani uchun просто linear solution yozsak o'tmaydi, tayinlay oladi, chunki 1.8 dan katta. Shunga tayinlay oladi. O'zi menga emas berilgan, вообще o'tmaydi, oddiy hisoblaganda. Big O'si katta bo'lib ketadi. Biz bu narsani x ni mod minus ikkinchi darajasini binpo bilan qilsak bo'ladi. Tezroq. Binponi hamma bilsa kerak. Bilmasa, bu ham menimcha C algoritmsida bor. Binary exponentiation. Kim ko'paydi? Xullas shu orqali qilsa bo'ladi. Shunda bizdan so'ralgan javob, bizdan so'ralgan narsa просто shu narsa bo'ldi. Endi buni просто kodini yozib qo'yamiz. Biz bu y ni topdik. X bizda aniq, chunki bizda n ta bor. Shunday javob. Sahifada ko'raylik. Bu joyda binpo'miz binary exponentiation.
mana bu bo'lsa sievdi, oddiy siev. Bo'luvchilar sonini topishga ishlatdim buni. Konton saqlab ketaman. Shu boya biz konvert qilgan narsamizni hisoblab chiqarib qo'ydim. Hop, bitta masala. Masala shartini unaqa chalkash qilmasdan qanaqadir piraniya nimadirlar qilmasdan klassik masalaga o'tkazib olsak, oddiy qilib. Hop, bizga array berilganda qanaqadir bitta array berilgan, array berilgan, keyin kasoni berilgan. Biz har bir inch element uchun nimadir chiqarishimiz kerak. O'sha nimadirni hozir nimaligini sizlarga aytaman. Misol uchun, qanaqadir i'imiz, mana shu orqali, mana shu massiv orqali qanaqadir bitta array yasa olishimiz kerak-da. O'sha yasolgan arrayimizni sayzi maksimal bo'lishi kerak va arrayimizdagi minimal element bilan maksimal elementni differensi kichik yoki teng k bo'lishi kerak. Masalan, shartini tushundinglarmi yo tushuntiryapman qaytadan? Oddiyroq, klassikroq olsak. Qayta tushuntiring. Da oddiy. Xullas, qanaqadir biz inch element uchun javob chiqarishimiz kerak. Bizdan so'ralgan narsa qanaqadir elementlar olishimiz kerakda massivimizdan. Bitta qanaqadir j indeksidagi sonni olamiz yoki olmaymizda. Misol uchun, mana shu 5 uchun javob chiqarayotgan paytimizda nima qilishimiz kerak? 5 ni o'zini olishimiz kerak. Keyin qanaqadir istalgan sonni, massivimizdagi sonlarni faqat bir marta olishimiz mumkin. Misol uchun 10 ni yoki olamiz yoki olmaymiz. Olmasak ham bo'ladi yoki 8 ni olamiz. Biz array yasashimiz kerakda, hamma kombinatsiyalar ichidan, array bo'la oladigan kombinatsiyalar ichidan shunday array topishimiz kerak. O'sha hosil qilgan arrayimizda inch element qatnashgan bo'lishi kerak va arrayimizni minimum maksimum elementi bilan minimum elementni differensi j yoki teng k bo'lishi kerak. N va k bizda beriladi va har bir value j yoki teng 1.9. Bo'ldi shu. Tushundinglarmi shartini? Yo yana qaytaray? Xullas, arrayimiz boshida bitta ani inchisi bo'ladi. Keyin arraymizga mana shu i'dan boshqa qaysidir sonlarni qo'sha olamiz. Qo'shishimiz majburiy emasda. Yoki qo'shamiz yoki qo'shmaymizda. Mana shu. Yoki qo'shamiz yoki qo'shmaymiz qanaqadir elementni. Qanaqadir ani j-si, ani k-si, ani l-si, ani r-si, nuqta xullas, etc. Shular bo'lishi kerak va mana shu arraymizda maksimum elementi hozir bu joyda inch indeks uchun javob topyapmiz. Maksimum elementi bilan minimum elementning farqi kichik yoki teng k bo'lishi kerak. K bizda berilgan. Tushundinglarmi? Keyin bizda xuddi shunaqa mana shu shartlarni bajaradigan arraylar orasida shunday array tanlashimiz kerak. O'sha arrayni sayzi maksimum bo'lishi kerak. Va o'sha arrayni sayzini chiqarishimiz kerak. Buni qanday qilsa bo'ladi? Xo'p, boshida assume qilaylik. Massivni sorta olishimiz kerak. Bitta xullas ideyaga o'tib ketamiz sразу. Massivni sorta olishimiz kerak. Keyin qanaqadir inch elementni fix qilamizda. Eng kichkina element shu deymizda. Keyin shunday j topishimiz kerak. Xullas, tasavvur qilinglar, arrayimiz sortlangan. Biz shunday i va j tanlashimiz kerak. j minus i plus 1 maksimal bo'lishi kerak va ani j-si minus ani inchsi kichik yoki teng k bo'lishi kerak. Masalan, shunga preference qilib olsak bo'ladi. Prosta arrayni sortlab, mana shu narsa bajariladigan j minus i plus 1 ni maksimalni topishimiz kerak. Oddiy brute force qilsak bo'ladi buni, lekin n kvadrat bo'lganligi uchun o'tmaydi. Buni optimize qilish uchun qanaqadir i ni fix qilamiz, ya'ni inch indeksni j butonni bo'ladi. Shunda
k plus I kichik teng aj bo'ladi. Shunday katta j indeks topishimiz kerak. K plus I shu shart bajarish kerak. Chunki qancha o'ng tomonda shunaqa element topsak, bizga shuncha yaxshi. Chunki size'ni yana bittadan oshirib ketavergan bo'lamizda. Javob chiqarishda indekslash 0 dan indekslash 0 dan biz sort olganmiz. Shuni ham hisobga olishimiz kerak. Просто bitta array ochib, unga javob chiqarib olsak bo'ladi. U qiyin narsa emas. O'sha asosiy narsa emas. Shu har bir i uchun rightmost shu shartlarni bajariladigan narsani topib oldik. Endi boyagi masala bo'yicha boyagi masalaga qaytsak, narsani bemalol topib oldik. Mana bu shu bo'ladi, r bo'ladi. Keyin qanaqadir bizda massivni sortlangan va i va j bor, i kichkina j bo'lishi kerak va boyagi shart mana shu shart ana janchisi kichik teng k plus I. Mana shunaqa biz array yarata oldikda. Endi mana shu elementlarni olsak, ya'ni qanaqadir faqat bu inchisi uchun javob faqat i ga bo'lmaydida. I va j oralig'idagi har bir songa ta'sir qiladi. I va j oralig'idagi har bir songa ta'sir qiladi. Qanaqadir k tegishli i kichik teng k kichik teng j uchun javobimiz mana shu i va j oralig'ida hosil qilgan arrayimizni size bo'ladida. Arrayimiz size nimaga teng? Shu narsani topib olganimizdan keyin oddiy j minus i plus 1. Mana shu narsa ta'sir qiladi. Endi shunaqa qilganimiz uchun sizda bir nechta j minus i plus 1 bo'lishi mumkin. Excel-da chizib ko'rsatish. Mana shu massiv bo'lsa, hop, bularni indekslash 0 dan boshlasak biz 0 1 2 shu indekslash shunaqa 0 dan indekslangan. 1 dan indekslasanglar ham bo'ladi. Hop, indekslangan. Endi biz arrayimizni sort qildik. 1
Bu array'imizni sorted versioni. Endi bizda k'imiz 3 edi. Misol uchun birinchi 0-chi mana shu 0-chida turgan sonni fix qildikda. Shunday bu tomon qaraymiz. Hop. Bu uchun eng optimal, eng katta j bu 2 bo'ladi. Chunki 5 olsak, 5 bilan 1 ayirmasi 4 bo'ladi. 4 3 dan katta. Demak, shartimiz qanoatlantirmaydi. Bu degani mana shu bo'ldi. 1 2 2. Size 3. Endi size 3 bizda masalada so'ralgan narsa shu arrayni maksimum size'ini topish kerak edi. Mana shu I u j oralig'idagi har bir elementga shu arrayimiz javob bo'la oladi. Chunki oralig'idagi chunki shartimiz bajarilyapti, xullas. Mana shu maksimal element bilan mana shu arrayni olsak, misol uchun bu uchun javob topayotganda bundan foydalanishimiz mumkin. Lekin buni optimal deb hisoblamadik hali. Shuni hisobga olaylik. Shu bo'lishi mumkin. 2 bilan chunki maksimal element bilan minimal elementni ayirmasi 1 shartimiz qanoatlantiradi. Demak, bu arrayni ichida bo'la oladi. Yoki qanaqadir 2 uchun javob topayotgan paytimiz bu oralig' uchun javob 2 u 5 bo'ladi. Ha, bo'ldi. Shunaqa ketsam ekan. Bu bizda oraliqlarimiz. Boshqa rangga bo'yib buni. Yashil qilib qo'yib oraliq. Yashil. Bo'lasa shunaqa qilib qo'yaman. Mana shu oraliq. Bu I uchun maksimum j bu bo'la oladi. Endi bu uchun maksimum j bu bo'la oladi. Bu 5 uchun atmos 8 da, demak bu boshqalar uchun ham shunaqa. Plus shunaqa bo'ladi-da, javob har bir I uchun. Endi topib oldik. Buni nima qilsak bo'ladi endi? Mana shu oraliqda qanaqadir bir I kichkina jni topdik. Endi qanaqadir klar uchun I kichik yoki teng k, kichik yoki teng jlar uchun har biriga answerni mana shu times deylik. Hozircha mana shu o'zimiz arraymiz deylik. Assume qilinglar shunaqadir. Chalkash ketmasligi uchun. Shunaqa deb tasavvur qilaylik. Shunda answer k bo'ladi, maksimum answer k bilan biz topgan I plus 1 bo'ladi. Har bir k lekin bu solutionimiz juda sekin m kvadrat bo'ladi. Linear yurib chiqsak, hop, sal o'ylab ko'rsak, yana bitta solution keladi xayolga. U solution less segmentary bo'ladi. Xullas, less segmentary. Bitta solution endi bu. Less segmentary emas, menimcha segmentary bits bo'lsa kerak-ku. Less segmentary bilan ham qilish qiyin. Bizga keyin shu kodlar Pythonda ham ko'rsating. Hozir ko'pchilik bilmasa kerakmi? Seni. Pythonda bunaqa narsalar qilib olishini bilmayman lekin. Bu GPTga o'tkazib ko'rsatib beraman. Qanaqadir dan konvert qilib ishlagan. Rahmat. Hop. Oxirida ko'rsatib yuborsam bo'ladimi shuni? Ha, mayli. Shu segmentary bits bo'ladi. Less segmentary bilan ham qilish qiyin u. Bitta solutionlardan bittasi. Bu segmentary bits viloyat olimpiadasi uchun juda qiyin narsa-da. Overkill qilgan bo'lamiz segmentary bits qilsak. Yana sal o'ylab ko'rsak, bitta solution keladi. Hamma difference array biladimi? Hamma difference array qanaqa ishlanishini biladimi? Difference array bilasizlarmi? Endi ko'rsataman hozir.
Birinchi bu masalani yechishimiz kerak ekan. Hozir deyarli yechdik. Bu masalani yechishimiz kerak ekan. Qanaqadir array beriladi. Array also bu masalani birinchi bo'lib yechishimiz kerak. Buni qanday yechsak bo'ladi? Linear n kvadrat plus brute force desak bo'ladi. Har bir queryda l dan r gacha yurib qanaqa bo'ladi? Ya'ni also bunaqa desak ham baribir qildirsa shuni. Keyin oxirida sizdan so'raladi shu arrayni chiqarish. Qanaqadir test ko'rsak. 5, 6, 5, 3 bir uch oralig'iga 2 qo'shish, uch oralig'iga 5 qo'shish va shu uch oralig'iga 1 qo'shish. 2, 7 shuni 5 qilib qo'ying. 2, 7, 8, 5, 5. Hop. Birinchi queryda nima bo'ldi hozir bizda? Arrayimiz boshida 0, 0, 0, 0 edi. Keyin 1 u 3 oralig'iga 2 qo'shdik. 2, 2, 2 bo'ldi. Endi arrayimiz. Keyin ikkinchi queryga keldik. 2 u 5 oralig'iga shu oralig'iga 5 qo'shdik. 5, 5, 7, 7. Endi oxirgi queryda 3 u 3 ga 1 qo'shdik. 8. Demak, to'g'ri. Bu solutionimiz to'g'ri. Shunchaki n kvadrat desak, shu masalani bemalol yecha olamiz n kvadrat. Lekin n kvadrat cho'zsa ekan. Shunda bizda bitta j tug'iladida. Qanaqadir ana l r x berilgan bo'lsa bizga lrx berilgan bo'lsa, ani ln'siga ya'ni ln'siga x qo'shamiz boshida. Keyin ani r plus birinchisiga r plus birinchisidan x aylaymiz. Qanaqa bo'ladi shunda? Bizda massiv bor. Hop, birinchi queryda shu oraliqqa qanaqadir x qo'sh. Endi ikkinchi queryimizda bu oraliqqa qanaqadir y qo'sh va uchinchi queryimizda shu oraliqqa qanaqadir z qo'sh. Shunda qanaqa bo'ladi? Bu queryda x qo'shamiz, bu joyga x qo'shib qo'yamiz va chiqayotgan payti oralig'idan x ayiramiz. Keyin oxirida javob topayotgan payti mana inchisi
ana imins birinchisini qo'shib ketamiz. Shu difference array'ni ideyasi. Bu narsa nimaga ishlaydi? Qanaqadir inchi indeksdagi value'ni topmoqchi bo'lsak, shunda javobimiz ana inchisi bo'ladi. Bu nimaga to'g'ri ishlaydi? Chunki qanaqadir range'imizga x soni qo'shilganda faqat o'sha range'dagi sonlarga qo'shilyapti. Keyin qanaqadir chiqib ketayotgan paytimizda o'sha x ni araymiz. Ya'ni difference 0 bo'lib qoladi o'sha. Ta'sir qilmaydi boshqa sonlarga. Shunga prosta shunaqa qilamiz. Endi bu bunaqa bo'ladi. Ana lnchisi plus teng x bo'ladi. Hozir aytgan ideyamiz bir xil javob. 7,855. Shu ideya bilan qilsa bo'ladi. Endi bu masalamizda qanday ishlatamiz buni? Xo'p, buni olsak. Bu masalani qanday ishlatamiz? Shu ikkinchi solution. Endi bu segmentric bits bo'lmaydi. Buni o'zim ham bilmayman. Bu segmentric bits bilan qilinadimi? Menimcha shunaqa bo'lsa kerak, bilmadim. Endi bu masalada qanday qilsa bo'ladi? Qanaqadir bu masala ham xuddi shunaqaroq, faqat L u R ga L u R oralig'imizga qanaqadir x value'ni insert qil deydi. Har biriga x qo'sh demaydi. Prosta insert qilish kerak. L u R oralig'iga. Va javob topayotganda mana shu insert qilamiz qanaqadir oralig'iga. Misol uchun mana shu oralig'ida qanaqadir x bo'lsa va y bo'lsa, mana shu sizelar ichidan maksimalni chiqarishimiz kerak masalamizda. Buni prosta xuddi shu ideya bilan differensiate qilamiz. Faqat multiset bilanda. Har doim bitta multiset saqlab ketamiz. Qanaqadir query kelsa, yo boshida har bir indeks uchun bitta konteyner saqlab ketamiz. Shunga teng bo'lsa x qo'shamiz, x ni insert qilamiz array'imizga va chiqayotgan payti saqlab qo'yamiz. Что mana shu indeksga kelganda mana shu narsalarni chopishimiz kerak. Biz hozirgi value'imizdan chopishimiz kerak. Bu o'zi oralig'idan chiqib ketyapti deymiz. Qanaqadir r+1 ga teng bo'lsa. Va boya aytganimdek, qanaqadir x va y berilgan x, y, z lar bo'lsa, shularni maksimum chiqarish kerak. Masalada. Keyin boya aytganimdek, mana indekslar o'zgarib ketadi sortlanganda, shularni ham hisobga olish kerak. Hop shunda endi buni implementation qilamiz. Hop, joyini aytsam, buni binary search bilan topsak bo'ladi. Biz guarantee beramiz, har doim increasing ketadi mana array'imiz elementlari. Shunga binary search ishlaydi. Bu shunda EUR bo'ladi. Mana shu I uchun eng katta javob infix qilganimizda. Endi EUR ga qanaqadir n+i+1 ni push qilishimiz kerak boya. Shu querylarda aytganimdek. Endi array ochamiz bitta. 2 degan bo'ladi. Hop, G1imiz qanaqadir query kelgan paytda lnc ga qo'shib ketamiz. G2imiz bo'lsa, qanaqadir r ga kelgan paytimizda x chopish kerak. Shunga ishlatamiz. Mana shu chopishing kerak sen hozir deymizda. Endi bitta multiset kerak bo'ladi. Chunki olib ketish kerak javoblarni. Mana shu x ga kelganda multisetimizga x tiqib yuboramiz. Chiqqan payti x ni ekstrakt qilib yuboramiz. Hop, birinchi biz querylarimizni push qilib olamiz. Endi birinchisini necha bu? 1 minus gana insi
bu joyda o'sha qo'sha olyapmiz. Chunki G1imiz qo'sh deydi. Shularni mana shu vaqtda qo'shishing kerak deydi. Multisetimizga qo'sha olamiz x ni. Keyin G2imiz mana shu paytda qanaqadir valyularni ayirishimiz kerak bo'ladi. O'shalarni ayiramiz. Nuqta extract x. Extract nimaligini bilmaganlar uchun extract mana shu multisetimizdagi x ni aynan bitta occurrence'ini o'chiradi. Qolgan hammasini o'chira olmaydi. Hozir erase qilsak, x larning hammasi o'chib ketishi mumkin. Shunga extract qilamiz. Endi shunda hozir qani biz answerimiz qani? Answer ana in second goes to h the use Keyin yana bitta narsani biz kafolat olamiz. Multisetimiz size at least 1 bo'ladi. Nimaga? Chunki baribir qachondir mana shuni fix qilganmiz, mana shu valyuni, inch valyuni. Eng kichkina valyu deb hisoblaganmiz. Shunga at least bitta javob bo'ladi. Sразу qo'ydim shunga. Bunday javob chiqarishdi. Endi Y masala qaysini tushuntirib bering. Y masala qanday bo'lmaydi? B masalaga o'tamiz. B masalamizda bizga query'lar berilgan. Har bir query'da A va B sonlari berilgan. Biz shu assume qilaylik, qanaqadir bizda A kira B'li matritsa borda. Matritsa nimaligini hamma biladimi? Bilsa kerak menimcha. Shu A kira B'li matritsa bor. Biz A kira B'li matritsamizni elementlarini qanaqadir EUJ desak, inch column va inch row va change column desak, inch column va change row desak, buni valyusi mana EU change'si bo'ladi-yu. Shu value yoki 1 yoki 0 bo'lishi mumkin-da. Va bunaqa shart qanoatlantirish kerak. Ana E+1 change'si teng ana E+2 change'si teng, ana E+3 change'si bularning hammasi ham birga teng va ana EUJ plus birinchisi teng ana EUJ plus uchinchisi teng 1. Shu ikkita narsadan bittasi bajarilmasligi kerak. Shunaqa narsalar yo'q bo'lishi kerak. Shunaqa plus shu shart bajarilmasligi kerak-da. Bu shart bajarilmasligi kerak va bu shart bajarilmasligi kerak. Qanaqadir ketma-ket bir xil birlar bo'lib qolmasligi kerak deb. Misol uchun qanaqadir grid berilgan bo'lsa bizda 1 1 1 1 0 1 bo'lsa 1 1 1 1 bo'lib qolmasligi kerak yoki qanaqadir 1 1 0 1 1 1 0 1 1li bo'lsa bunaqasiga uchta ketma-ket bir xil bo'lib qolmasligi kerak. Qanaqadir array tasavvur qilaylik. Istalgan indeks bo'lishi mumkin. Qanaqadir misollar bor bu tomonda. Shu narsa bajarilmasligi kerak. Shu narsalar yo'q bo'lishi kerak. Xuddi shu so'ralgan narsa. Xo'p, bu masala pure konstruktiv masala. Keyin bitta mess joyi bor. Shu case ko'rishinglar kerak. Bitta case'lar ko'rishinglar kerak. Shu yozasizlar, qanaqadir optimal strategiya qilasizlar. Menimcha men overkill qilganman. Ravshanga o'xshab ijro qilganman. Shu boshida qanaqadir A va B uchun yechaylik. A da ustuni bor, B da qatori borda. Yo, boshqacha bo'ladimi? A da qator, B da ustuni. Shunaqa mayli.
Misol uchun A teng 3 bo'lsa, B teng 5 bo'lsa, x shuni 4 qilaylik. Mana shu grid uchun yechishimiz kerak-da. Biz gridimizni 1 va 0 bilan to'ldirishimiz kerak va bu shartlar bajarilishi kerak va birlar soni maksimal bo'lishi kerak va maksimal sonni chiqarishimiz kerak biz. Shu hosil bo'lgan. Shu A bilan B berilgan bo'lsa, mana shunaqa hosil qilish kerak-da. A teng 3, B teng 4 bo'lsa, x bu yoki 0 yoki 1 bo'ladi va mana shu shartlar bajariladi. Keyin maksimalni topishimiz kerak. Xo'sh, nima qilamiz? Kelinglar, birinchi bo'lib A teng 2, B teng 6 bu case ko'rsak. Mana o'zi berilgan ekan bu case. Case berilgan ekan. Case'da ketma-ket 3 ta bir xil ranglilar yo'q. Hammasi at most 2 ta kelgan bo'lishi mumkin. 3 ta kelgan yo'q. Shu javob bo'laveradi va qoralar soni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ta. Xo'p, keyin 8 ta. Ha. Qanday ishlaymiz bu uchun? Oddiy strategiya qilsa bo'ladi. Menimcha hammani miyasiga kelsa kerak. Shunchaki 1 1 1 qilamiz, keyin 1 1 qilamiz, keyin 0 0 qilamiz, keyin yana 1 1 0 0 1 1 0 0 qilib ketsak, shu shartlarni bajariladi va birlar soni maksimal bo'ladi. Qolgani ham shunaqa takrorlanib ketaveradi. Boshida ikkita ketma-ket shunaqa qo'yamiz, keyin bitta shunaqa qo'yamiz, keyin yana ikkita ketma-ket qo'yamiz va bitta shunaqa qilamiz. Chunki bu joyga 1 qo'ysak, shartimiz bajarilmay qoladi yoki bu joyga 1 qo'yib qo'ysak, shartimiz bajarilmay qoladi. Endi bu case uchun yechdik. Endi nima qilsa bo'ladi yana? Keyingi case. Ayimiz 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Bu narsa qoldiqsiz bo'linadi degani. Bilmaganlar uchun. Ayimiz 3 ga qoldiqsiz bo'linadigan case ko'ramiz va B'miz istalgan son bo'lsin deylik. B'miz istalgan son. Shunda nima qilamiz? O'ylab qarasak, o'zi birinchi casedan berib qo'ygan qanaqadir shu A taqsim 3 tasi 0 qo'ysak optimalroq bo'ladigan deydi. Oddiy greedy strategiya qilsak. 1 1 0 qilamiz. Misol uchun Ayimiz 3 ga qoldiqsiz bo'linadigan case'da 6 bo'lsa, 1 1 qo'yamiz, 0 qo'yamiz, 1 1 1 qo'yamiz, keyin 0 qo'yamiz. Shunda bizda prosta bitta ustun uchun son optimal bo'ladi. Endi keyin yana nima qilsa bo'ladi? Sal o'ylab qarasak, bu birinchi 9 ko'rsatay. 9 da bu 6 da bitta ustuni prosta hozircha deylik, hali konstrukt qilmadik. Endi 9 bo'lsa 1 1 0 1 1 0 1 1 0. Keyin o'ylab qarasak, qanaqa qilib konstrukt qilsak bo'ladi? Shu mana shu 0ni har bir 0larni bitta chapga sursak, keyingisida уже ikkitadan oshmaydi. Yoki qanaqadir mana shu har bir 0larni rovni bitta o'ng tomonga sursak, shu constraintlar bajariladi. Sal o'ylab ko'rsalar, isbotlasa bo'ladi. Shunda qanaqa bo'ladi? 6 uchun 1 1 0 1 1 0 bo'lsa, birinchi 0 orqaga sursak, keyin shuni leksikografik order bo'yicha qilaylik, tushunarliroq bo'lishi uchun. Javob bu ham bo'lishi mumkin. 0 1 1 0 1 1 ham bo'lishi mumkin. Keyin hosil bo'la oladigan javob yana qaysi? 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1. Ha, yo'q, prosta 1 1 0 1 qilsak ham javob hosil bo'lyapti. Yana qachon shunaqa birlar sonini A minus taqsim 3 qila olamiz? 1 1 0 1 1 0 bo'lganda
Shuncha qila olamiz birlar sonini. Yaxshilab qaranglar endi. Bu joyda pattern bor. Aytyapti, agar mana shu narsani qayta-qayta qilsak ham shartlar bajarilaveradida. Hozir ko'rsataman. 110 011 011 bo'ldi. Endi 101 101 101 shu bo'ldi. Endi B'imiz istalgan son bo'lsin deylik. Shuni ketma-ket shunaqa qilib qo'yib keta olamiz bemalol. Bunaqa qilsak ham baribir shart bajariladi. Umuman yo'q. Bu optimal har doim. Chunki bu narsani -a taqsim 3 dan oshirib bo'lmaydi. Bundan ko'p qilib bo'lmaydi. Har uchinchisiga 0 qo'yamiz. Eng optimal. Bundan oshirib bo'lmaydi. Shunaqa qilib qo'yib ketaveramiz. Keyin bu degani o'ylab qarasak, agar a 3 ga qoldiqsiz bo'linsa, b'imiz istalgan value bo'lsa ham javobimizni bitta ustunda a minus a taqsim 3 da qo'ya olamiz. Har bir ustunda. Shunda hali bitta case ko'rmadim. U case keyin aytib ketaman. A minus a taqsim 3 qo'ya olamiz. Bu degani shunaqa beta bor bizda. Javobimiz a minus a taqsim 3 kara b bo'ladi javobimiz. A'imiz 3 ga qoldiqsiz bo'linsa, keyin yana bitta case bor. A'imiz 3 ga qoldiqsiz bo'linsa va B'imiz 2 ga teng bo'lib qolsa, buni stop hali buni chimon qilmadik-ku. Oxirida ko'ramiz ekan bu case'ni. Endi qanaqadir A'imiz istalgan A'imiz istalgan natural son va B'imiz istalgan natural son bo'ladigan bo'lsa, qanaqa bo'ladi? A'imizni boshida 3 ga qoldiqsiz bo'linadigan qolishimiz kerak. 3 ga qoldiqsiz bo'linadigan qolishimiz kerak. Buning uchun A'dan shunchaki A foiz 3 ni ayiramiz. Shunda 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Bu oddiy mes. Ya'ni mes ham deb bo'lmaydi buni. 3 ga qoldiqsiz qoldik. Endi 3 ga qoldiqsiz bo'lganda qanday ishlashni biz ko'rdik. Shu usulni qilamiz. Endi qolib ketganda-chi? Qolib ketsa nima qilamiz? Qanaqadir qoldiq. Biz hozir shularni ko'rib chiqdik. 3 ga qoldiqsiz bo'ladigan. Endi oldida yana qanaqadir row qolib ketgan. Mana shunaqa row. Misol uchun 3 ga bo'lgandagi qoldiq 2 bo'lsa, shunaqa valyular qolib ketadi bizda. U valyularni qanday o'zgartirsa bo'ladi? Buni hozir ko'rib chiqamiz. Agar 3 ga qoldiq bo'lgandagi qoldiq 2 bo'lsa, mana shularni tashib ketayotgan bo'lamiz-da. Bularni ishlatmayotgan bo'lamiz. Bu bizga zararga ishlaydi. Yoki 3 ga bo'lgandagi qoldig'imiz 1 bo'lsa, shularni qoldirib ketayotgan bo'lamiz. Xo'p, endi istalgan mana shu narsa uchun 3 ga bo'lgandagi qoldig'imiz 1 bo'lib qoldi deylik. 1 bo'lib qolsa, shunchaki tasavvur qilinglar, istalgan mana shu konstruktni qilib oldik son uchun 1 qo'ysak, bo'la oladi. Hammasiga 1 qo'ysak, ketma-ket 3 tasi nima bo'lib qoladi, nima edi? To'g'ri yozganman. Ha. Hammasiga 1 qo'ysak, nechta kesmi bu? Xullas, shu 1 qo'yishimiz kerak. Shunda qanchadir ketma-ket 3 ta kelib qolmasligi uchun qaysidir joyga 0 qo'yamiz. Misol uchun bu joyga 0 qo'yamiz. Shunda yoki bu joyga 0 qo'yamiz va buni o'chiramiz. Shunaqa bo'lishi kerak-da. Buni nima qilamiz shunda? Agar 3 ga qoldiqsiz bo'linsa, bizning sonimiz. Biz qilamiz, что mana shu liniyani polniy qilsa bo'ladi. Ya'ni b minus b taqsim 3 ni qo'shib olishimiz kerak. Bitta liniya mana shunaqa qilib olamiz. 1 1 0 1 1 0 1 1 misol uchun. Polniy shu bitta liniyani shunaqa qilib qilib olamiz. Oddiy boya ko'rdik-ku greedy. Row uchun qilgan greedyimiz qani? Mana shunaqa greedy qildik-ku bitta usul. Xuddi shu usulda bunga qilamiz, faqat row va bitta column bo'ladi. Buni qila olamiz. Keyin qanaqadir ketma-ket 3 ta 1 bo'lmasligi kafolatlanadi. 100% kafolatlanadi. Usta oxiriga x 1 shunaqa. Qanaqadir 1 bo'lib qolsa bu joyga 0 qo'yib, bu joyga 1 qo'yamiz. Keyin 3 ta 1 bo'lib ketdi. 2 3
nol emas. Nol bo'lishi kerak. İşte yetovib ketibdi buni sayzi. Bo'ldi endi. Shunaqa qilib konstrakt qolsa bo'ladi. Har uchtasini qayta-qayta qo'yib ketaversak. Endi chap tomonga qo'yamiz x ni va har uchtasida nol qo'yamiz. Mana shu valyuni 100% nol bo'ladi. Har uchtasida bo'lmagan valyular 1 bo'ladi. Valyular. Shunda bizga yana ekstra birga uchga qoldiqli bo'lgan uchga qoldiqsiz qanaqa bo'ladi shu? Uchga bo'lgandagi qoldig'imiz 1 bo'lganda, shunchaki shu valyuni qo'shib yuborsak bo'lar ekan. Demak, bu case ketdi. Istalgan mana shu uchun ishlayotgan paytimizda. Istalgan javob, istalgan savollar uchun ishlayotgan paytimiz. A foiz 3 teng 1 case'imiz ketdi. Endi keyingi case A foiz 3 teng 2. A foiz 3 teng 0 ni ko'rishimiz shart emas, chunki o'sha qoldiqsiz bo'linadi. Buni tepada ko'rdik. O'zi shu usuldan foydalanyapmiz. 2 bo'lib qolsa, shu gridimizga qanaqadir xx qo'shishimiz kerak. Xx qo'yib shunaqa. Shu qo'shishimiz kerak. 6. Qo'shishimiz kerak. Stop, bu leksikografik kichik bo'lmay qolibdi. Bu joyda qolib ketibmiz. Endi bo'ldi. Shunda shunaqa bo'lib qolgan paytda nima qilamiz biz? Bir qo'yamiz, chunki o'sha shart bajariladi. Endi bu joyga bir qo'ya olmaymiz. 1 0 qo'yishimiz mumkin. Yo'q, 0 1 qo'yishimiz mumkin. Optimalroq bo'lsin. Endi 1 0 qo'yishimiz mumkin. O'xshaydi bu ham. Keyin yana qayta 1 qo'ya olamiz. Chunki bu joyda o'sha 0 keldi. Bizga yaxshilik qilib turibdi bu. Keyin 0 1 qo'ya olamiz. Keyin bu joyda yana 1 0 qo'ya olamiz. Chunki 1 qo'ysak xato bo'lib qoladi. Endi bunaqa patron chiqib qoldi bizda. Qanaqa patron chiqib qoldi endi. Prosta istalgan uchun mana shu narsalarni qo'yib chiqsak bo'ldi. 1 1 0 1 bo'ladi va 1 0 bo'ladi va 1 1 bo'lib shunaqa qaytarilib ketaveradi. 0 1 yana 1 0 keyin yana 1 1. Endi buni javobimizga qanday ta'sir qiladi? Hozir bizda javob a minus a taqsim 3 karra b bo'ldi. B bo'lib turibdi. Endi bunga qo'shiladi. Xo'p, bu narsalar har necha martada uchrashini topaylik. Bu narsa bo'lsa, prosta bunaqa. Shunda 4 plus qanaqadir b'imiz bo'yicha qilishimiz kerak. Shuncha bor. Beta bor bu narsalar bizda. B plus 2 taqsim 3 marta uchraydi bu. Shu holat. Aynan shunaqa pattern. Bir-birlar soni. Ketma-ket bir-birlar soni shuncha marta uchraydi. Keling, shuni qanaqadir f deylik. Hop, bizning javobimizga qanday ta'sir qiladi bu? F karra 2 bo'ladi. Chunki ikkita birlar soniga 2 f karra 2 qo'shiladi har bir value uchun. Endi bunaqa bo'lmagan istalgan qiymatda, mana shulardan boshqa istalgan holatda hammasiga 1 qo'shilyapti. Javobimizga 1 ta'sir qilyapti. Ya'ni 2 1 1 va yana 2 1 1 va yana 2 1 1 shunaqa ketaveryapti. Endi qolganini topish prosta bizda qanaqadir beta bor edi. Shunaqa narsalardan betadan qanaqadir f ayirib olishimiz kerak. B minus f da bo'ladi bu narsalar. B minus f da narsa bizga bittadan ta'sir qiladi. Valyumizga 1 ta'sir qiladi.
Endi umumiy javobimiz qanaqa bo'ladi bu keysda? Plus f kara 2, ya'ni bunaqa bo'lgan holatlarda f'imizni hisobladik уже. Qo'shamiz. B minus f kara, to'sa B minus f'da endi. Kara birni nonsense уже. Mana shu narsa bizni f'imiz b plus 2 taqsim 3. B plus 2 taqsim 3. Endi yana bitta keysimiz yozib qo'yaylik. A minus taqsim 3 kara b plus menimcha nima bo'ladi? 1 bo'lgan paytda b minus b taqsim 3 ta'sir qiladi. Agar ayimiz shu bo'lsa va a foiz uchimiz teng bo'lsa 2 bu 1 ga ekan. Hop, 0 bo'lsa u avtomatik o'zi hisoblaveradi. We don't care about that. Keyin a foiz 3 teng bo'lib 2 ga teng bo'lib qolgan keysda yana bitta keys ko'rishimiz kerak edi. U keysimiz b teng 2 bo'lgan keys. Bizda ortib qoladi-yu, qanaqadir bitta ustun ortib qoladi. Shu ustun ortib qolgan payti bizda javob kam chiqarib qo'yadi. 1101 101101 shunaqa chiqarib qo'yadi. Biz boya ko'rdikmi, keyin ko'ramiz dedik. Qanaqadir b teng 2 bo'lgan keysda istalgan shunchaki 1 shu bo'lgan keysda shunaqa keta olamiz. Bu optimal strategiya. U birinchi kelsa kerak o'zi hammaga. Shunaqa keta olamiz. Endi bu narsani o'zi yana nimaga teng? Bu kolum, bu narsamiz, bu qatorimiz bunisiga tengmi? Demak, bunikini topsak, buni vallarini topsak, mana shuni topsak, prosta shuni 2 ga ko'paytirib qo'ysak, bu tomoni ham kelib chiqadi. Shunda b teng 2 bo'lgan keysda javobimiz qanaqa bo'ladi? Xuddi boya qilgan gradiyimizdek har uchinchisiga 0 qo'yib ketamiz. Shart qanoatlantirish uchun a minus a taqsim 3 ko'paygan 2 bo'ladi. B teng 2 keysda. Endi buni implementation qilamiz. Bunga javob aytmadim. Qanaqadir bizga a va b berilgan bo'lsin, biz prosta a va b uchun yechamiz shu masalani va b va a uchun yechamizda shunchaki maksimalni chiqarib qo'yamiz. Shunda qanaqadir boshqaroq kerak bo'lmaydi, boshqa proof ham kerak bo'lmaydi. O'zi ikkita bo'lsa, bitta funksiyaga qolamiz, bo'ldi. Ovozingiz kelmayapti. Implementation qilyapman. Hozir aytib bo'ldik bu joyda. Endi kodini yozamiz. Shu b teng 2 keysimizda bu narsani yozamiz. Shunchaki a minus taqsim 3 kara 2. Endi ayimiz ayimiz 3 ga bo'lgandagi qoldig'imiz 1 ga teng bo'lsa, kelib boshida initial value'miz qanaqadir bitta s deylik. Bu narsa boya pattern topdik-ku. Har birida a minus a taqsim 3 dan bo'ladi. Kara b. X'li bunaqa qo'ysak ham bo'lar. Return s. Endi 1 bo'lgan payti javobimizga ta'sir qiladi. A minus a taqsim 3 da. Вообще b minus b taqsim 3 da. B-yu bu. Endi agar ayimiz 3 ga bo'lgandagi qoldiq 2 bo'lsa, javobimizga hop, qanaqadir bitta f ochamiz.
Berilish 2 qism 3 f kare necha marta 2 qo'shamiz birinchi shu A va B va B-yu A-li matrisada gridimizdan kelgan valning maksimali qanaqadir skilishi bo'lishi mumkin. O'sha hatto. Ha, issue. Oh, ana shunga bo'lsa, ikki bo'lsa, bir bo'lsa, shunchaki. So'rog'iga ketdik yani. Va 5 oldim o'zi. Adashmasam bitta o'sha keshi. Yoki ating kimidi? Ating. Shuni ko'rdingmi? Nima deysan? En kichkina uch. To'g'rirog'i en O'sha kichkina uch. bitta ating 2 kes bor o'zi. Shuni hisoblash kerak. Unda просто max bo'ladi. Misol uchun qora oqlarni permutationning maksimumi bo'ladi. Shuni 2 ko'paytirib qo'yish kerak. Topmamış şey. Ben korkmam da bitta joyda shunda o'tmadim. Ular sizga shu masalan xato testlar bilan ham o'tqisa bo'ladi. Shuni x katta yoki teng ko'raylik. Ko'p shunaqa qilgan. Ha, yo'q, bu o'tmaydi. Qani testlar xatoda o'zi. To'g'ri ekan. Endi ye masala вообще emaski. Hop, endi masalada nima qilish kerak? Bizga graf berilgan. Ye masalada graf berilgan bizga
har bir nodni o'zini valyusi bor-da. Biz shunday ular tanlashimiz kerak. Har nodlar tanlashimiz kerak. Qanaqadir qanchaligini farqi yo'q bizga. Nodlar tanlashimiz kerak. Misol uchun 1, 3, 5, 6 shu nodlarni tanlay olamiz yoki 1, 3, 5, 7 balki 3 ni tanlamasmiz. Shu nod tanlashimiz kerak. Qanchadir? Kela shuni просто EJK deb qo'yaylik. Qanaqadir bizda shu EJK nuqta qanaqadir nodlarni tanlashimiz kerak va o'sha nodlarimizdan istalgan ikkita tanlagan nodimizdan bir-biriga borish mumkin bo'lsin. Nima degani bu? Misol uchun hozir ko'rsataman. Mana shu graf berilgan bo'lsa, bizga olaylik shuni rasmga. Screenshot olaylik. Mana shu graf berilgan bo'lsa, biz shunday nodlarni olishimiz kerak. Misol uchun 2, 3, 4 olishimiz kerak. Shu olgan nodlarimiz istalgan biridan boshqasiga borib bo'lishi kerak. Ya'ni tanlagan nodlarimiz bitta komponent bo'lishi kerak-da. Bitta komponent bo'lishi kerak. Va tanlagan nodlarimizdan tashqari boshqa nodlar ham bitta shu istalgan ikkitasidan boshqasiga borishi mumkin bo'lishi kerak. Boshqa nodlar. Misol uchun bu keysda biz 2, 3, 4 ni tanlasak, birdan 6 ga borib bo'lmaydi. Chunki buni tanlay olmaymiz. Lekin buni tanlasak bo'ladi. 2, 6, 5 nodni tanlab, buni olsak bo'ladi. Shuni olsak, biz qila olamiz. Shularni tanlay olamiz. Bizdan so'ralgan narsa nima? Shu oldik nodni, qanaqadir bir nechta nod oldik, shu shartlarni qanoatlantiradigan har bir nodni valyusi bor-u, shu tanlagan mana shu nodlarimizni valyusini olsak, summasini olsak, summalarini kelinglar, shularning summasini S1 deylik bunikini va bu komponentlarni S2 deylik. Istalgan bo'lishi mumkin. Bu komponentnikini istalgan bo'lishi mumkin. Tanlagan nodlarimiz shu bunikini S1, bunikini S2 desak, modul ichida S1 minus S2 iloji boricha minimal bo'lishi kerak. Shu minimal valyuni topishimiz kerak har bir anu uchun. Berilgan grafimiz uchun minimal topishimiz kerak. Minimal valyuni shuni. S1 minus S2 ni. Xo'p. Endi buni qanday yechsak bo'ladi? Birinchi qaraymiz. Что valyular berilgan, keyin edge'larimiz soni n ta. Edge'larimiz soni m desak, m teng n. Nima degani bu? Agar edge'larimiz soni qanaqadir n-1 ga teng bo'lganda, bu oddiy tree bo'lardi. Bu tree'mizni oddiy yechib qo'ysak bo'ladi-da, muammo emas. Qanaqadir tree bo'lsa, bunaqa. Bunaqa tree bo'lsa, просто mana shu subtree'ni olamiz yoki buni qoldiramiz, yoki bu subtree'ni olamiz, qolganlarini bunga qoldiramiz yoki bu subtree'ni olamiz, qolganlari qoladi yoki bu orqali javob topamiz. Mana shu komponent bo'ladi. Ya'ni buni olsak bu bo'ladi. Bunaqa qila olamiz. Endi bu endi tree emas-da. Edge'lar soni bizda m teng n. Biz bitta narsaga garantiya bera olamiz. Что mana shu har doim bizning grafimizda bitta sikl bo'ladi. Bitta sikl bo'ladi. Mana misol uchun bu birinchi testda mana shu sikl. Siklimiz 1, 2, 3. Shu nodlar siklda bitta. Endi
bizga shu graf berilgan bo'lsin. Endi biz shu graf berilgan bo'lsin. Endi qanaqadir biz bitta siklni olsak, shu siklimiz trichaga bo'linib qolganda, bitta tri bu ham. Mana shu sikl qatnashgan, siklni bitta nodda qatnashgan. Bu bitta nodani olsak ham, bu ham tri. Bu nodani subtrisini olsak ham, bu ham tri bo'lib qoladi. Endi bitta ikkita keysworklari bor. Uni oxirida ko'ramiz. Endi biz mana shu subtrini valyusini bu nodga beraveraylik. Ishlarimiz oson bo'lishi uchun. Bu nodga beraveraylik. Keyin qanaqadir to'rigini o'ziga beraveramiz. Hammasini valyularini, qiymatini bunga qo'shaveramizda. O'ziniki ham bo'ladi. Uning ichida hammasini qo'shaveramiz. Shunda bizda shunchaki bitta sikl bo'lib qoladi. Istalgan sayz bo'lishi mumkin siklda. Shu bitta sikl bo'lib qoladi. Har birida qanaqadir value yozilgan bo'ladi. Misol uchun bu nodni valyusi x, buniki y, buniki z bo'lib qoladi. K, buniki j. Endi shartida aytdi. Demak, qanaqadir nod olsak, qanaqadir bitta nod olsak, buni olsak, buni olgan paytimiz buni olmasligimiz mumkin emasda. Chunki bun bilan buni orasida yo'l yo'q. Uzilib qoladi bizni siklimiz. Shu bizning grafimiz. Bu orqali bunga umuman borib bo'lmaydi. Demak, qanaqadir bitta nod olsak, bu nodni u deylik, bu nodni qanaqadir v deylik. U va v orasidagi hamma nodlarni olishimiz kerak. U va v ni olsak. Yoki bu nodlarni olamiz, yoki bu nodlarni olamiz. U va v istalgan bo'lishi mumkin. Xo'p, bu narsani sikl topdik, siklni shu valyularini hisobladik. Bu narsani n kvadrat qilib olsak bo'ladi. Prosta mana shu x, y, z larni saqladik. X, y, z, k, j valyularini bizda bor. Masalani paraphrase qilamiz. Biz tanlashimiz kerak. Qanaqadir prefiksdan itasini tanlashimiz kerak. Ita ketma-ketini tanlashimiz kerak. Masalan, paraphrase qilsak, boshidan qanchadir ita olamiz, oxiridan qanaqadir jeta olamiz. Shu olgan paytimiz bir-biri bilan kesishib qolmasligi kerak. Agar kesishib qolsa, overcount bo'lib ketadi. Shunga shu shart bajarilishi kerak. X kichkina j shart bajarilishi shart. Va javobni qanday hisoblaymiz? Mana shuni birinchi o'yinchi oldi deylik. Ya'ni katta o'g'il oldi deylik. Masala sharti bo'yicha. Katta o'g'il oldi deylik. Endi kichkina o'g'ilni valyusi qanaqa bo'ladi? Umumiy summa. Qanaqadir f degan o'zgaruvchini noldan birdan n-gacha s deylik shuni. Umumiy summa bo'lsin bizda shu simiz. Endi biz qanaqadir mana shu it prefiximizdan it oldik, suffiximizdan jet oldik. Endi ikkasini valyusi qanaqa bo'ladi? Shuni player 1, player 2 qilaylik. Tushunish osonroq bo'ladi. Xullas. Qanaqadir player 1 valyusi bizda mana shu prefiximiz ita ketma-ket yig'indisi. Mana shu it olsak, mana shu itasini yig'indisi va jeta suffix olsak, jetasini yig'indisi bo'ladi. Endi
ikkinchi o'yinchiga qanaqa ta'sir qiladi? Bu narsa. Ikkinchi odamga qanaqa ta'sir qiladi bu value? Agar bizni umumiy summamiz katta bo'lsa, 2 kara P1 dan mana shu qiymatdan katta bo'lsa, ikkinchi playerni valuesi s minus 2 kara P1 bo'ladi. Man suffix bo'lish kerak edi. Narsa. Suffixchi. Bu katta s. S minus 2 P1 bo'ladi. Shunda bizdan boshida so'ralgan narsa minimal bu valyuni topish. Shunda biz P1 minus P2 ni minimum qiymatini topishimiz kerak. P1 bilan P2 ni minimum qiymati. Nimaga 2 kara P1 qildim? Qanaqadir bitta value olsak, birinchi bitta o'zini chiqaraman esimizdan. Вообще, to'xtala. To'xtaga. Yo'q, to'g'ri. Bu 2 yo'q hozircha. Mana bo'ldi. P1 bo'ladi. Ikkinchi o'yinchiga faqat shular qoladi. Endi bu narsamizni o'zgartirsa bo'ladi. S katta P1 bo'lsa, modul ichida xullas P1 minus P1'imizdan aylaymiz. S ni. Xullas bu narsa really doesn't matter hozircha. P1 minus S plus bo'lib ketadi bu. Minus bo'lgani uchun S plus P1 modulni topish kerak. Bu degani 2 kara player 1 ayrilgan mana shu umumiy summa. Shuni minimal valuesini topishimiz kerak. Minimalni topishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Boshida bitta prefix array saqlab ketamiz, keyin bitta suffix array saqlab ketamiz, keyin qanaqadir prefix ita ketma-ket olganimizni fix qilamiz. Ya'ni ita ketma-ket oldim men, aynan olaman shuni deb fix qilib turamiz hozircha. Keyin j topishni binary search qilamiz. Mana j ni topishni binary search qilamiz. Buni qanday qilsa bo'ladi? Endi birinchi holat javobimiz qanaqa bo'ldi? Endi umumiy differenceimiz s minus 2 kara prefixni inchisi ayrilgan 2 kara suffixni j bo'ldi. Birinchi case. Endi ikkinchi case 2 kara prefixni inchisi plus 2 kara suffixni j minus s. Bu birinchi case. Bu ikkinchi case. Nimaga unday qildim? Modulni sразу olib tashladim. Modulni olib tashlasam, hop, birinchi case'imiz, ikkinchi case'imiz mana bu 2 kara prefix i plus 2 kara suffix j minus s. Bu shunchaki mana shu narsa bo'lib qoldi. Boyagi narsamiz P1 o'zi bunga teng edi. Qani? Mana bunga teng edi. P1 o'zi prefix i plus s suffix j. Shunga teng edi. Bu narsa bitta holat bo'ldi va bu narsani o'zi ham yana bitta holat bo'ldi. Modulni ochib olsak. Xullas o'rni almashadi, modulni ochib olsak yoki s bilan 2p borni o'rni almashadi modulni ochsak. Ikkita holat bo'lib qoladi. Shu ikkita holatni ko'rsak bo'ldi. Hop, endi boshida nima qilamiz? Bizga graf berilgan. Graf oxirgi case ko'ramiz. Oxirgi case. Har bir mana shu nod bor saytimimizdagi. O'sha nodlarni subtree-ni olamiz deb qaraymiz. Ikkinchi o'yinchi uchun bitta case. Mana shuni olamiz, qolgani bu playerga yoki mana shuni olamiz va qolgani ikkinchi playerga bera olamiz yoki polni shuni o'zini olib olamiz. Mana shu yashil arrayni
olamiz va qolganini bunga beraveramiz. Shu case bor. U case'ni endi sababini tushuntirishimiz shart emas shekilli. Endi implementation qilish kerak. Implementation details beraman. Menimcha hozir implementation qilsam ko'p vaqt ketadi yoki implementation qilaymi? Kodini yozaymi hozir? Vaqt ketadi lekin. Bo'pti. Yozamiz endi. Boshidan sekin. Hop, bizga beriladi. Bitti. Implementation details aytmoqchi. Nima qilsak bo'ladi? Boshida cycle topishni menimcha hamma bilsa kerak. O'sha cycle'ni topamiz va cycle'ni topib oldik. Endi har biri bo'yicha просто defs qilamiz. Shunda satrisga kirib ketadi va cycle'ni elementlarini visit qilib qo'yamizda. Bularga kirmasligi uchun boshqalarga. Bo'ldi. Implementation details, birinchi implementation details bu. Har bir nodni valyusini kiritamiz. Keyin bitta edge'larni saqlaganini ochamiz. Hop, bu narsa bir xil narsa. Hozir ko'rsataman. Shu ikkalasi bir xil. Teng kuchli. Keyin grafikni kiritamiz. Kecha Pythonda ham kod berasiz-a? Ha. Oxirida konverterga beraveraman, kodini tashib qo'yaman yoki o'zinglar konvert qilib olsanglar ham bo'ladi. O'zi menimcha IO'ga chiqmoqchi bo'lganlar hammasi C++ o'rgangan yaxshiroq. Baribir oxirgi bosqichlar C++da bo'ladi. Hop, cycle topishni ikkita usuli bor, yo bir nechta usuli bor. Bittasi true coloring metod bor. Mana shu bo'lishi kerak. Shuni o'rganib qo'yish maslahat. Shuni o'rganib qo'yish maslahat beraman sizlarga. Bu metod. Keyin yana bitta narsa bor. Просто oddiy defs qilayotgan paytimizda tree'da ikkita narsa saqlab olamiz. U bilan parent, qaysi noddan kelganimiz va qaysi noddaligimiz. Agar parentga teng bo'lib qolsa, просто skip qilamiz. Yoki qanaqadir bitta visit bo'lib qolgan bo'lsa, visit shu nodimiz visit bo'lib qolgan bo'lsa, o'sha cycle find. O'sha found cycle'miz. Просто construct qilib olamiz keyin. Hop. Bu narsamiz visited. Nodga borgan yoki yo'q shuni tekshirish. Bu narsa javobimiz javob topgani. Aytganimdek, agar otasi bo'lsa, просто skip qilamiz. Aks holda agar visit bo'lgan bo'lsa, cycle found. Javobimizga shu nodni qo'shib yuboramiz.
Saytlarimizda shu node bor va nodeni qaytaramiz. Osonroq bo'ladi. Implementation of int extend site collection site agar x bo'lgan bo'lsa oddiy grafda cycle topish bu. And then cycle topib oldik. Bitta array ochib olishimiz kerak. Mana shu nodni subtreesini valuelari orqali hisoblash uchun shu subtree size kerak bo'ladi bizga. Buni fs bilan hisoblasa bo'ladi subtree size'ni. Bu result. Hozircha bizda summa bo'ladi. Umumiy summamiz chunki hammasini bitta o'yinchiga beramiz. Shunda farqimiz, ya'ni ikkinchi o'yinchi bilan birinchi o'yinning farqi s bo'ladi. S bo'ladi. Endi fs endi cycle'larni biz hozir answer degan konteynerimizda saqlanib turibdi. Endi visitorni assign qo'yaylik. Plus yangi massiv ochkim kelmayapti. Shunga shu massiv orqali topmoqchiman. Har bir o'sha cycle'imizni nodlariga bir value beramiz. Ya'ni bu noddan yuraveribmizda. Oddiy qilib aytganda, bu nodga borma, qachondir bo'lsa ham. Shuna qilamiz, keyin subtree. Endi boya ko'rgan case'imiz, eng oxirgi case'imiz. Mana shu uchun alohida hisoblab qo'yishimiz ham kerakmi? Shuni hisoblayveramiz. Javobimiz shu hozirgi javob yoki umumiy summa minus 2 kere sub va 2 kere sub o'qilyapman. Chunki bitta o'yinchi uchun value sub u bo'ladi. Mana shu narsa bo'ladi. Ismi sub u, ya'ni bittasi uchun sub u bo'ladi. Bir-birini farqini topishimiz kerak. Biz ayriladi, demak ikkita bor bilan shunga 2 ga ko'paytirib yubordim. Ya'ni agar mana shu hozirgi i node cycle'imizni ichidagi elementlardan bittasi bo'lsa, yuramiz. Ham o'ziga value'ni propagate qilgani, ham o'sha javobni subtree'lar orqali hisoblagani. Endi bitta ko'rdik. Bizga hop, hali uni qilmayman. Hop, bunda saqlanyapti bizni cycle'imizdagi elementlar.
Shu bitta sakligi. Endi oddiy sakl topgan yaxshiroq do'st. Yangi metod o'rganib oladi. Array olamiz. Plus answer size qilmoqchi emasman. Buni o'zi bunaqa bo'lishi kerak. Answer size +1. Baribir atmos n bo'ladi buni size. Bizga hech qanaqa ziyon yo'q. Shunga shunaqa. Bu prefiksni olish, prefiksdagi vallarni olish. Ha, keyin biz bu narsani hisoblaymiz, shunga actually 2 ko'paytirib ketsak ham hech narsa qilmaydi har bir prefiksni. Osonroq bo'ladi. Bu shunda o'zgaradi. S minus prefiks i va sufiks j bo'ladi. Bu narsa ham xuddi shunaqa ikkilar yo'qolib ketadi. Просто 2 ga ko'paytirib qo'ysak. Har bir qanaqadir o'sha saklni ichidagi nodda turgan valyuni 2 ga ko'paytirib qo'ysak, bizga osonroq bo'ladi. Mana 2 ga ko'paytirib qo'ydik. Do'stlar. Hop, endi menimcha men shu binary search bilan qilinadigan joyni overkill qilganman. Pointers qilsak ham bo'lardi. Ravshan? Ravshan? Siz pointers qilganmisiz? Bo'pti, shu pointers qilsa ham bo'ladi, lekin hozir aytgan ideyamiz qilamiz. Binary search. Hozir. Bu narsa sufiks bo'yicha binary search qilganimiz uchun boshida buni olamiz. Prefiks i fix qildik-ku biz. Shunga umumiy summa minus prefiks i. Ya'ni bu narsa. Endi sufiks jni biz topamiz. Binary search bilan int l teng i plus 1 teng qo'shamiz. Suffix teng teng
Agar уже ayirayotganimizda katta bo'lib qolsa, noldan kichkina bo'lib ketgan bo'lsa, buni topish, bu uchun nimadir qilib yoki nimadir hisoblash meaninglessda. Chunki biz mana shu narsa bu esimizdan kichkina bo'lishi kerak. Birinchi holatimizda shu narsamiz esimizdan kichkina bo'lishi kerak. Endi qanaqadir manfiy bo'lib qolganda yana hisoblasak, ikkinchi holatni qo'shib qo'ygan bo'lamiz. Ikkinchi holatni yana alohida yozib chalkashib ketadi. Shunga ikkinchi holatni alohida yozganimiz yaxshi hozircha. Shunga noldan kichkina bo'lsa break. Endi ikkinchi holat. Endi biting. Shunchaki prefiksni int minus s qo'shilgan sufiks j. Endi bu holatda agar uyimiz o'zgardi-yu, ikkini o'chirib tashlasak ham bo'ladi, chunki 2 ga ko'paytirib yubordik hozircha. Buni hisobladik. Agar shu prefiksni intisidan s ni ayirsak, уже bu narsa noldan katta bo'lib qolsa, foydasi yo'q-da. Bu ham umuman meaningless narsa. Qanaqadir sufiks j ni qo'shsak, bu orttiradi bizni valyuimizni. Difference'imizni orttiradi yana ham. Shunga j har doim sufiks j har doim 0 bo'lgan qiymat olinadi. Buni bo'lsa biz tepada ko'rib olganmiz boshida. Shu base case'larni ko'rdik. Shunga har doim bu narsa kichkina 0 bo'lishi kerak. Shundagina sufiks j ni topishimiz bizga foyda beradi. Qanaqadir sufiks j qo'shganimizda bu narsa 0 dan katta bo'ladi-da. Qanaqadir sufiks j qo'shdik bu yerga, misol uchun j qo'shdik. Difference katta 0 bo'lishi mumkin-da. Hozir manfiy son. Manfiy songa musbat son qo'shsak, shunday minimal musbat son topishimiz kerak. Topgan paytimiz shu qo'shganimizda 0 dan katta bo'lishi kerak. Difference'ni kamaytirish uchun shunaqa qildik biz. Boya aytganimdek, agar 0 dan katta bo'lsa, o'sha meaningless, qolgani ham baribir 0 dan katta bo'ladi. Chunki manfiy qiymati yo'q. Endi agar mv bo'lsa chekdagi teng bo'lsa stop biz yana ham kattalashtirishimiz kerak. Hozir 100% o'tishiga garantiya bera olmayman, chunki hozir prefiks
Kesib ko'rsak. Bunaqa bo'ladi. Bunda sayklimiz uchun shu sayklda optimal tanlash buni alohida va buni alohida tanlash bo'ladi. Shunda 10 bo'ladi. Lekin bu joyda mana shu nodlarni subtreelari orqali tanlaganimiz optimalroq bo'ladi. Misol uchun 9 bilan 3 9 bilan 4 bitta bo'ladi. 5, 7, 3, 2 bitta alohida bo'ladi. Shunda buni summasi 13, buni summasi 17. Bunisi bo'lsa 4. Differensi 4. 4 bo'ladi. Bunda optimal bo'lmaydi, lekin qaysidir keyslarda optimal bo'lishi mumkin. Bunaqa katta keyslarda. Mana shunaqa keyslarda optimal bo'lishi mumkin. Mana shularni tanlash yoki qanaqadir boshqa bunaqa keyslarda bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa bo'ladi. Endi kod to'g'irlash kerak. Tavallani qo'shmasang ketmaydi. Besh, 2, 7.
Mana accepted. Boyagi solution. Bu joyda masalan test xato shunga o'tmagan boshida. 31 ga. Bo'ldi, menimcha tugadi. Hozir guruhga yozgan kodlarni hammasini Pythonga konvert qilib tashladim. Dars tugadi xullas. Sog' bo'ling Yusuf.